Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol: kufr so'zini mazmunini qanday tushunsam bo'ladi deb aytiladi. Ya'ni kufr nima degani? Kufr deb arab tilida kafara degan bu 3 harf bir narsani berkitilishlikka, yopib qo'yishlikka aytiladi. Ya'ni arablar masalan kechani al-kafir, kafir deb aytishadi. Kecha kunduzini o'zini qorong'u zulmati bilan o'rab berkitib qo'yganligi uchun, nurni berkitib qo'yganligi uchun kechaga, ya'ni kechasiga arablar kafir deb aytishadi. Ya'ni lug'atdagi arab tilidagi asl kofir degan, kufr degan ma'noni kalimani ma'nosi bu yopib qo'yishlik, berkitib qo'yishlik. Istilohda, ya'ni shariatimizda kufr degani bu iymonni berkitib, iymonga zid bo'lgan bir narsaga kufr deb aytiladi. Ya'ni bu kufr iymonning ziddi, iymonni o'rab berkitib, insonni iymonsiz qilib qo'yadi. Bu haqida, aslida bu kufrning haqiqatini yana ham batafsil bilishlik uchun kufr haqida aytilingan darslarni eshitishlik afzal. Biz ham bu haqida bir necha darslar chiqarganmiz. Kufr lo'nda qilib, qisqacha qilib aytganda, kufr bu insonni dindan chiqarib yuboradigan so'z, amal va e'tiqodlarga aytiladi. Ya'ni kufr so'z bo'lishligi mumkin, amal bo'lishligi mumkin va e'tiqod bo'lishligi mumkin. Qachonki inson mana shu amal, so'z yoki e'tiqoddan birini qilib qo'yadigan bo'lsa, bu iymonni ziddini qilib, iymoni berkilib, inson iymondan chiqib ketgan bo'ladi va dindan chiqib kofir bo'lgan bo'ladi. Ya'ni kufr degani mana shu so'z yoki amal yoki bir e'tiqod, shuni qilishlik bilan inson dindan chiqib ketadi. Va albatta kufrning ikkita ko'rinishi bor: katta kufr va kichik kufr. Katta kufr dindan chiqarib yuboradigan kufr, kichik kufr esa bu islom dinida, ya'ni hadislarda kufr degan so'z kelganu, mana buni qilishlik kufrdir degan so'z kelganu, lekin boshqa dalillar bilan bu amal dindan chiqarib yubormasligi haqida bayonot bo'lgan bir amallarga kichkina kufr deb aytiladi. Aytganimdek, bu narsani yanada kengroq bilishlik uchun mana shu katta va kichik kufrni tushunishlik haqidagi shu aytilgan darslarda eshitgan afzal. Ammo qisqacha qilib aytganda, kufr bu iymonning ziddi. Kufr amal yoki so'z yoki e'tiqod qilishlik bilan inson iymondan chiqib, dindan chiqib ketgan bo'ladi. Vallohu a'lam.